darslarimiz davom etmoqda. Kunlik jarayonlari qisqacha bo'lsa ham sizlar bilan borishga harakat qilaman. Bugungi mavzuyimiz bosh sohasida hijobi mavzuyimiz bo'lyapti. Mana qizlarimiz eng bosh sohasida eng kasallikka shifo bo'luvchi nuqtalar haqida gaplashyapti. Hozir bu tochkalarni ko'rsatib berdim va ayni qaysi kasalliklar haqidaligiga informatsiyalar berdim. Amaliyotda ham inshaalloh sanab ko'ramiz. Umumiy mana boshda qanaqa kasalliklar bo'lsa, qaysi nuqtalar bo'lsa, hammasini qilamiz. Mana bu nuqta haqida ham gapirib berdim. Sizlarga ko'p aytganman qizlar, xohol, ya'ni alhamma nuqtasi o'tgan safar ham aytdim. Qalbdagi gina qudrat, gunoh kabira, bu hattoki Qur'onda ham kelgan. Qalbdagi qanaqa g'araz niyatlar bo'lsa yoki kimgadir adovat, hasad bo'lsa, chiqarib tashlovchi nuqtalar deb aytganman. Hajomildirgan bitta mana ilm. Inshaalloh o'tgan safar ham hamma o'quvchilarim qilgan edi. Bugun ham vazifa berdim hamma o'quvchiga mana shu nuqtaga ishlash.